Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va obunachilarim. Mana yana Universal kanalimda uchrashib turibmiz. Efirda men Olimjon. Bugungi roligim usto ishlaridan bo'ladi. Bu roligimda hozirgi kladkadan keyin devorlarni juda sho'r bosib ketyapti. Bu devorga mana g'ish urildi, kladka. Bu hamma g'ishlar pishgan, zavoddan kelgan, yangi. Mana bunga hozir shu ko'rib turgan devor kladkalarga 2 haftacha bo'lib qoldi. Hamma joy oqarib ketgan. Yuvsak ham bo'lmayapti. Uni shotka bilan ham tozalab ko'rdik. Unda ham sal changi ketadi, yana ketidan oqarib chiqaytibdi. Mana bir 3 marta toza suv bilan yuvilgan. Baribir yana oqarib qoldi mana. Bu yerlar ham xuddi shunday. Mana endi silitra bilan bir yuvdik. Oqarganlar yo'q bo'ldi. Bu bir 4 kun bo'ldi mana shuni yuvilganiga. Mana devor top toza.